5 yosh. Ko'pchilik bolalar 5 yoshga yetganda maktabgacha ta'lim muassasasi yoki bolalar bog'chasiga borishadi. Ular qiziquvchan, g'ayratli va yangi narsalarni o'rganishga ishtiyoqmand bo'lishadi. Ularning jismoniy qobiliyatlari kuchayadi, suhbatlari mazmunliroq tus ola boshlaydilar. Bu yosh bolalarni maktabga tayyorgarlik ko'rishi va mustaqillikka erishishi yo'lidagi muhim qadam hisoblanadi. Rivojlanish bosqichlari. Barcha bolalar har xil tezlikda rivojlanadi, lekin ularning ko'pchiligi quyidagi rivojlanish bosqichlarini ko'rsatishi kerak. Yirik motorika ko'nikmalari. Arqonda sakrash, 5 soniya davomida bir oyoqda turish, orqaga qarab yurish, bemalol tirmashish va yugurish. Nozik motorik ko'nikmalar. Qaychi ishlatish, uchburchak va rom chizish, 6 ta tana qismidan iborat odam rasmini chizish, o'z ismini yozish, oyoq kiyim bog'ichini bog'lashni o'rganish. Aqliy ko'nikmalar. Alifboni aytib berish, harf va raqamlarni taniy olish, uy manzili va telefon raqamini bilish, oddiy uy yumushlariga yordam bera boshlash. Nutq ko'nikmalari. Gapda 6-8 ta so'z ishlatish, 4 va undan ortiq ranglarni ayta olish, hafta kunlari va oylarni bilish, ko'p gapirish va uzunroq hikoyalar aytib berish. Ijtimoiy va hissiy ko'nikmalar. Ko'proq hamkorlik qilish va yoqimli bo'lishga intilish, ota-onasini xursand qilishdan zavqlanish, odobli bo'lish, boshqalar bilan yaxshi o'ynash, hech kimning yordamisiz to'liq kiyina olish. Nutq va muloqot. 5 yoshga kelib, aksariyat bolalar aniq va ishonch bilan gapira boshlaydilar. Ularning lug'at boyligi 1000-2000 so'zni o'z ichiga oladi va ular quyidagilarni uddalay oladilar. Hikoyalarni qayta so'zlab berish va o'zlari yangi hikoyalar to'qish. Ko'p bosqichli ko'rsatmalarga amal qilish. To'g'ri grammatikaga ega to'liq gaplardan foydalanish. Chuqur o'ylangan savollar berish. Til bilan o'ynash, kulgili qiyofalar yoki hazillar to'qish. Farzandingizni har kuni kitob o'qish, kuningiz haqida suhbatlashish va ochiq savollar berish orqali rag'batlantiring. 5 yoshli bolangiz nimalarni tushunadi? 5 yoshli bolalar ko'proq mantiqiy fikrlay boshlaydilar va g'oyalarni taqqoslay oladilar. Ular vaqtni yaxshiroq tushuna boshlaydilar. Kecha, bugun, ertaga. Haqiqiy faktlar va atrofdagi dunyoga qiziqish ko'rsatadilar. Uydagi qoidalarni do'stlarining qoidalari bilan solishtirishni boshlaydilar. To'g'ri va noto'g'rini farqlay boshlaydilar. Farzandingiz sog'lig'i va u o'ynaydigan o'yinlar. 5 yoshda bolalar o'z mahoratlarini ko'z-ko'z qilishni yoqtiradilar. Suzish, mashq g'ildiraklari o'rnatilgan velosipedda uchish, raqs tushish, maydonchada o'ynash kabi faoliyatlar kuch va chaqqonlikni rivojlantirish uchun juda foydali. Quyidagi chiziqli mashg'ulotlarni sinab ko'ring. To'pni tepish yoki urish, sakrab, yarim oyoqda yurib, muvozanatni saqlagan holda rahbarga ergash o'yinini o'ynash, uyda xazina izlash yoki sharli voleybol kabi o'yinlarni tashkil qilish. Do'stlar bilan rolli o'yinlar, do'konchilik, maktab, super qahramonlar o'ynashga undash. Maktabgacha yoshdagi bolalar kun davomida ham erkin o'yinlar, ham tashkil etilgan mashg'ulotlar orqali faol bo'lishlari kerak. Uyqu ehtiyojlari. Ko'pchilik 5 yoshli bolalar kechasi 10-12 soat atrofida uxlashlari lozim. Ularning aksariyati endi kunduzgi uyquni tashlagan, ammo kunning ikkinchi yarmida qisqa tinchlik vaqti ularning kuch-quvvatini tiklashga yordam beradi. Nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Agar 5 yoshli farzandingizda quyidagi holatlar kuzatilsa, shifokoringiz bilan maslahatlashing. Gaplarni tuzishda yoki oddiy hikoyalarni so'zlab berishda qiynalsa, ko'pincha noaniq va tushunarsiz gapirsa, guruh o'yinlaridan o'zini olib qochsa yoki do'st orttirishda qiynalsa, boshqa tengdoshlari kabi sakray olmasa, yugura olmasa yoki tirmasha olmasa, gaplashishga uringanda tez-tez asabiylashsa yoki norozilik bildirsa. Ota-onalarga maslahatlar. Kiyinish, uy ishlari va shaxsiy parvarishda mustaqillikni qo'llab-quvvatlang. Natijani emas, harakatni maqtang. Har kuni birgalikda kitob o'qing va kitoblar, televideniya va kundalik faoliyatlari haqida suhbatlashing. Bo'lishish va hamkorlikni o'rganish uchun o'rtoqlari bilan o'ynashni yoki guruh mashg'ulotlarini tashkil qiling. Ekranda o'tkazadigan vaqtni kuniga 1-2 soat bilan cheklang. Sifatli dasturlarga e'tibor qarating. Ularni ovqat pishirish, bog'dorchilik yoki kir saralash kabi oilaviy vazifalarga jalb eting.
5 yoshli bolalar g'ayratli o'rganuvchan bo'lib, rag'batlantirish va maqtovdan zavqlanadilar. Bu yoshda ular mustaqillik bilan hamkorlikni, tasavvur bilan real dunyoni o'rganishni muvozanatlay boshlaydilar. Hozir ularning qiziquvchanligini qo'llab-quvvatlash, maktabga ishonch bilan qadam qo'yish uchun zamin yaratadi.